Sizlar uchun arzon mashina qo'yib borishdan to'xtamaymiz. Shahboz 444 kanalimizdan yana bitta egani o'zidan 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight Cobalt'ni topib qo'ydim. Narxini arzoniga ko'ndirdim. Agarda narx qiziq bo'lsa, bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Narxini sizlar uchun 135 million so'mga sindirib, hech qayerda topolmaydigan narxda ko'ndirib qo'ydim. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Do'stim, bu Midnight qilingan variant emas. Zavodskoy Midnight minishlari uchun tayyor 4 ta yumshoq balon taqilgan. 4-paketlini propan uстановка qilingan. Bor yo'g'i 52 ming probekda. Salon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Egasiga ham, menga ham aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ofisimiz yonida ko'rsatamiz mashina. Bizda hammasi haqqoniy. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.